Salom arkadaşlar. Botimi chatiga kiriyorum. Bugun kechga bir botimni kanalda chat qilayo'rim. Bir ikkita xizmatlarimizni, Telegram obunachi xizmatlarimizni narxini tushirayo'rim. Bir haftalik chegirma qilayo'rim. Sizlar referral orqali odam taklif qilayo'rim. Yaqinda konkurs o'tkazayo'rim. Agar gaplarimga negativlik qilayo'rsalaring, kommentida negativ yozaversalaring, boshqa botimni reklama qilayo'rim. Yana sizlarni qoningizni ichayo'rim, botimni reklama qilaverib. Mana shunaqa gaplarim bilan sizlarni ezayo'rim va botimni reklama qilayo'rim. Mana bu yerda tekin xizmatlar ham bor bo'layo'rim. Bu Telegramga obunachi qo'shayo'rim. Eng muhimi bu tekin bo'layo'rim. Instagramga ko'rishlar ham bor. Hamma xizmatlar tekin bo'layo'rim. Kamayishlar kuzatilmayo'rim. Maksimal buyurtma 110 ta bo'layo'rim. Kuniga 120 martalab buyurtma bersalaringiz bo'layo'rim. Lekin kommentda negativ yozmasalaringiz juda xursand bo'layo'rim. Gaplarimga e'tibor bermassizlar degan umidda bo'layo'rim.